Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2026-yilda ratankachiliklar nech puldan bo'lyapti degan obunachilar uchun biz eng arzon ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz, qadrdonlar. Video davomida bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib tursalaring, biz narx-navolarini nech kilogacha ko'taradi, garantiyalarini ustakamiz bilan to'liq ma'lumotlarini so'raymiz. Men kamerani olaman. Ustakamizdan esa ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar aka? Olasizlarmi? Mana xudo xolasa chiroyli har xil ranglaridan terib qo'yibsizlar. O'zlaring ishlab chiqarasizlar aka bu yerda. Xudo xolasa, ha. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Mana shu yerdan bo'lmasam bir boshdan narxlarini, garantiyalarini so'rab ketaveramiz bo'lmasam. Ozgina tomoq qisib qolyapti, baqirgan sari chiqmayapti aka. Turbalari qanaqa qalinlaydi bo'lmasam? Xo'p, turbalarimiz qalin. Mana shu tomondan ko'rsating, quyosh. Mana bu stenkalari 32 lik, ko'p kishi 32 lik qo'yadi, biz 40 lik qo'yapmiz. Stenkalari ham qalin. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi parashkovoy kraska. Qizdiriladi, sepilib qizdiriladi. O'chib ketmaydi? O'chib ketmaydi, uncha ko'chmaydi. Yaxshi kraska, haqiqiy temirniki. Hozir darvozalarga, nimalarga ham shundan sepadi. Keyin bu ratanlarimiz seriosi Xitoyniki. O'zbekistonda ishlab chiqariladi, lekin seriosi Xitoyniki, o'ta mustahkam, chidamli. Garantiyasi qanaqa? Garantiyasi 3 yil, xudo xolasa. 3 yilga. 3 yil. Agar 3 yil ichida bir narsa bo'lsa, yangilab nima qilib beramiz, alishtirib beramiz. Gap yo'q aka. Ko'p joyda garantiya bermaydi 3 yilga, lekin sizlar garantiya beryapsizlar. Ajoyib lekin. O'ta baquvvatdan ekan. Turbalari mana shular ham turbami aka? Ha, bular ham turba. Mana shularning har bittasi turba, ustiga ratan qoplangan. Gap yo'q aka. Xo'p, bu yerda ko'rib turganimizdek har xil rasvetkalarida bor. Narxlari bir xil ketaveradi aka. Bir xil. Xo'p, dastavkalar qanaqa joylarga bo'ladi? Xo'p, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. O'z to'shaklari, mana to'shaklari alohida ham sotilaveradi. Agar unaqa o'zimiz unaqa ratani bor, lekin to'shagi yo'qlarga alohida ham sotilaveradi to'shaklari. Hozir to'shagi ham отдельно sotilaveradi, kachelasi ham отдельно sotiladi, komplekt ham sotilaveradi. Agar mabodo siz agar do'stlar mana shu videoni misol uchun ratanchilar ko'rib turgan bo'lsa, agar sizlarga to'shaklari kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda xohlagan ranglaringda mana akalarimizga zakaz beraverasizlar. Ekranda nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, aka, yana berilmagan qanaqa ma'lumotlar qoldi? Xo'p, endi ratanlarini aytdik, turbalari baquvvat dedik, 3 yilga garantiya dedik, parashkovoy kraskalari bilan. Og'irlik ko'tarishi. Necha kilogacha ko'taradi xo'p? Ha, xudo xolasa 250 kilogacha ko'taradi. 250 kilogacha ko'taradi. Bundan oldingi videoda mana shuni sinadik, 3 kishi mushuklar bilan ham o'tirib sinab ko'rdik. Ko'tarib, sinib ketib, egilib ketgan joyi yo'q do'stlar. Ya'ni ratanga, mana shu kachalarga garantiyalari bor do'stlar. Qaysi viloyatdan kuzatib turgan bo'lsalaring, akalarimiz nomeri ekranda bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, agar don olmoqchi bo'lsalaring, akalarimiz chiqarib beradi. Yo'lkalar, o'sha dastavkalar kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, bu yerda mana bu oq meni ko'zimga boshqacha ko'rinyapti. Juda ham chiroyli chiqqan ekan mana shu sveti. Bogatay chiqqan ekan. Endi hozir quyoshning hisobiga ekran olib beryaptimi, bermayaptimi bilmayman, lekin buni xonadoningizga ilib qo'ysangiz, hovlingizda turadigan bo'lsa, juda ham ajoyib narsa bo'ladi do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzillarimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik. Qaysi qishloqdan aka? Begimurod. Begimurod. Xo'p aka, narxlari nech puldan qilib beramiz? Xudo xolasa o'zi 1.800.000 so'mdan sotaveradi. Endi Ramazon ichi 1.600.000 qilyapmiz. Faqat dastavkasini kelishilgan holatda. Gap yo'q, maşalloh. Ramazon ichi 1.600.000, narxi rangi o'zgarsa ham narxi o'zgarmaydi. 1.600.000 dan xohlagan svetlaringizni tanlab olaverasizlar do'stlar. Xo'p aka, dastavkalar kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holatda. Agar 10 tadan ko'p oladigan bo'lsa. 10 tadan ko'p oladiganlarga 1.600.000 dan dastavkasi tekin bo'ladi. Agar 10 tadan ko'p olsa, xohlagan joyga dastavkasi tekin. O'zbekiston bo'ylab. Gap yo'q aka. Do'stlar, manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, qaysi qishloqda aka? Begimurod qishlog'i. Begimurod qishlog'idan bo'lyapti. Kimga mana shunaqa ratan kachaliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar.